Hatto Amerikadan kelgan bemorlarimiz o'tgan yili olib ketgan intim yoshartirish muolajalarimizni bu yil ham olib ketishyapti, foydasini sezganlar uchun. Sizlar hali intim yoshartirish olmay yuribsizlar, o'ylanib, olsammi, olmasammi deb. Mana hozir o'tgan yili bu qizimizga qiluvdik. O'zlarini одноразовый vositalarini yana qaytarib olib keldilar. Hozir o'sha vositalar bilan intim yoshartirish muolajamizni bu yilgisini ham qilib beramiz va yana 1 yilgacha mazza qilib yuradilar. Keyingi yil keladilar, keyingi yil yana Xudo xolisi davom etamiz. 1 yilda 1 marta olib turamiz. Qinlar yosharib, chiroyli holatga kelib, havo chiqishlar bo'lmay, yoshligini saqlab qoladi. Agar sizlarda ham qinlarda bo'shashib qolishlar, havo chiqishlar, bu yoqqa qinlar osilib qolish holati bo'lsa, mana shu apparatimiz aynan sizlar uchun. Chunki bu lazer emas, bu kuydirmaydi qinni strukturasini buzmaydi. Faqat qinni o'zini